Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli ziyoratchilarimiz. Bugun 21 avgust juma kuni hammaga muborak bo'lsin. Juma bilan va juma kunga to'g'ri keladi va albatta juma kuni kim niyat qilgan bo'lsa, ikki jumani o'qishda niyat qilganlar Makka mukarramaga kelib umra safariga ziyorat qilganlar bo'lsa, Hasan Umar qoldirib qo'yaman, hikmatli bilan biz bilan kelsangiz, ikki marta umra qilish va ikki marta juma namozini o'qish imkoniyatini yaratib beryapmiz. Hozirda 14 kunlik safar davomida qo'ldan kelyapti. Kim keladigan bo'lsa, albatta Hasan Umar qoldirib qo'yamiz. Ibodatga juda ham muhabbat kuchli insonlar ikki marta juma o'qishni Madina Munavvarada va Makka mukarramada niyat qiladi. Albatta bu imkoniyat sizlarga xizmatlar rasmiy o'z litsenziyasiga ega albatta xizmat ko'rsatadi. Endi boshqa birgalikda. Hasan Umar qoldirib qo'yaman. Reyslarimiz hozirga avgustga, sentyabrga reyslar ochiq. 1-sentyabrdan 20-sentyabrgacha ham reyslar ochiq. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Keladigan insonlarga talab qilingan narsa va Madina Munavvara Makka sharoitlarini videoda ko'rsanglar to'liq ma'lumot beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, albatta Madina Munavvarada Makka mukarramada sog'inganlar bo'lsa, videoda boshlashdan oldin bitta like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardik va bizni podpishka qilsanglar, albatta qo'ldan kelsa sizlar uchun xizmatdamiz do'stlar. Hozirda biz o'zimiz Makka mukarramadamiz. Keladigan insonlardan talab qilingan narsa Zagram pasport. Makka mukarrama juma namozini o'qib chiqdik. Juma bo'lishiga qat'iy nazar qaramasdan mana odam juda ham yaxshi, ko'p emas, qilinch yoki odam ko'p emas. Kelib bemalol ibodatga kelib, ibodat ziyorat qilib kelsangiz bo'laveradi. Keladigan insonlar avgust oyida qaysi sanasiga reys borligini va narxlarimiz qanchaligini ekranda nomer qoldirganman. Madina Munavvarada necha kun bo'lasiz, ovqatlanish, ikki mahal o'zbek milliy taomlari va 50 bosh kim bilan kelasiz, qaysi sanaga yozdirsangiz, ism familiyasini va 50 bosh kim, tajribasi qanday ma'lumotini operatordan olsanglar bo'ladi. Reys kunlarini qo'shimcha sentyabr 1-sentyabrdan 20-sentyabrgacha niyat qilganlar bo'lsa, sentyabrga joy yozdirganlar bugun yozdirib qo'ysangiz, to'lovdan shu ketayotgan paytda ham o'zi rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgandek, o'zini bank shot raqamlari bor, o'zbek valyuta so'mida to'lov qilib beraverasiz. Shu bank shot raqami orqali to'lov qilgan holatda siz ham kelsangiz bo'laveradi. Keladigan insonlar talab qilingan narsa Zagram pasport, Telegram, WhatsApp bor, tashlab bersanglar, joylar, viza biletinglar yoziladi. Kelgandan so'ng bu yerda xizmat ko'rsatish davomida 50 boshi, 1000 boshdan tashqari o'zimiz shu yerda xizmat ko'rsatamiz. Siz hozirda Makka mukarramada mehmonxonamiz masofasini ko'pchilik so'rayapti. Birinchi navbatda 50 bosh xizmati va mehmonxona masofasi ibodatga chiqib tushishlik uchun shu ikkita narsa va firma xizmati uchinchisi muhim narsa rol o'ynaydi. Mana shu Makka mukarramada umra safariga kelganingizda. Mehmonxonamiz masofasi hozirda 800 metrdan boshlangan 2,5 kilometrgacha. Siz qaysi kunga kelmoqchi bo'lsangiz, qaysi oyda niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, qat'iy nazar bizda hozir 4 ta, 5 ta mehmonxona bo'lgandek, bizda 800 metrdan boshlangan 2,5 kilometrgacha 3 kilometr eng uzog'i shu mehmonxonaga joylashamiz. Agar biz 800 metrlikda o'zimiz ham turmaymiz, chunki biz ham ziyoratchilarda turganda ko'pchilik ziyoratchilarimiz 3 kilometr, 2,5 kilometr, 2 kilometrlikga tushadi. Shu qatori biz ham hozirda 3 kilometr atrofida turibmiz. Ziyoratchilarda ko'proq guruhlarda xabar olib turaylik, ziyoratchilarning holidan, ahvolidan va ziyoratga olib chiqib kelishi oson bo'lsa-ku, biz ham 3 kilometrlikda turamiz. Kelganingizda albatta bu yerda boshqa mehmonxonaga tushsangiz, meni ko'rmasangiz, boshqa insonlarni ko'rmasangiz, Saudiya raqamim bor, bog'lanib, albatta telefon qilsangiz, ijtimoiy tarmoqdan, Telegram va WhatsAppdan yozsangiz, birgalikda haramda ko'rishamiz, yo mehmonxonangizga o'zim boraman, ko'rishib, birgalikda suhbatlashamiz. Madina Munavvarada 2 kecha bo'lasizlar, 3 kunduz. Makka mukarramada 11-12 kun davomida bo'lasizlar. Sizlarni Makka mukarramada, Madina Munavvarada Saudiya hukumati tomonidan bu yerda yurishingizda avtobuslar bepul, ovqatlanishlar bepul, meditsina xizmatimiz firmamiz tomonidan qo'yilgan, o'zbek doktor medsestralar bor bepul. Va sizlarning ota-onangizga qarab yurishlik bepul va xizmat ko'rsatish, 2 marta umra qilish, 2 marta juma namozini o'qish bepul va bu yerda yurib turishingiz va ibodatga chiqib borib kelishingiz, sayohatga olib chiqib kelishi avtobuslarda hammasi shu firma xizmatidan bitta narxgacha kiritilgan. Ochiqcha to'lov qilinmaydi bu yerda. Keladigan insonlar talab qilgan narsa aytib o'tganimdek bittagina Zagram pasportini tashlab bersa, qaysi avgustga yoki sentyabr qachonga nasib qilgan bo'lsa, qachonga niyat qilgan bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz qo'shimcha ma'lumotlar sizlarga operatorimiz tushuntirib beradi. Biz esa doim xizmatdamiz do'stlar, aloqaga chiqarasizlar. Kim kelmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, qo'shimcha ma'lumotlarni O'zbekistonda hozirda Farg'ona, Andijon, Namangan, Termiz bilan Samarqanddan reys qo'yildimi yo'qmi?
bir qator operatordan so'rasanglar bo'laveradi. Lekin Farg'ona, Andijon, Namangan va Toshkentdan deyarli har kun reys bo'lyapti ekan. Qo'shimcha qaysi kunga reys borligini, qaysi kunga reysga joy qolganligini operatordan ma'lumotini olib, telefonlashib kelaverasizlar. Do'stlar, biz Makka mukarramadamiz. Ko'ninglar xotirjam qilinglar. Ota-onalar bemalol yoki o'zingizni kimga ishonib topshirayotganingizni xotirjam bo'lib, joyingizni hozirib kelsanglar bo'laveradi do'stlar. Salomat bo'linglar, video yakunlaymiz. Barchaga yana juma muborak bo'lsin. Ulug' kunlarda shu yerga kelib, niyat qilib ibodat qilishni nasib qilsin hammaga.